Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurrahim. 1. bölüm. 16. kısım. Serdar İhbarning uvalchilikqa uchirganiga chidab bo'lolmay, g'azabdan varqirab tashladi. Nurxon bilan Yulduz Sardarning "Men chidimidim" deganini anglab, ko'zlari piyoladek yo'g'nab ketdi. İhbar bir bo'londa tugilib, yig'lab o'ltiradi. Sardarning buningga qarab yuragi teximi echishib, ko'zlaridan mo'ldirdak yoshlar to'kilishga boshladi. Nurxon bilan Yulduz Sardarning og'zidan haqiqiy ahvolning chiqib ketishining oldini olish uchun Nurxon Sardarning yoqasidan tortganicha uydan sirtqa elib chiqdi va atrofga o'g'ir mushukdek qarab o'tgandan keyin Sardarning belikini ching'ida siqib turib: Hargiz Sardar. Agar haqiqiy ahvolni ishbarga yoki boshqalar deyman deydigan sen, ishbar mening olqinimdan hargiz soq ichib chiqolmaydi. Sen meni obdan bilasan. Bu tuzun yap tuzlig'ini chaqadigan tuzkor o'g'ri. Sen boyi nomussiz deb tilgan qizing seni turmadan arzini qaytarib olib qutqizib chiqmagan bo'lsa, sen hozir nəditdin? Ha? Nəditdin? Men sana oldidimi bir qitim eskartib o'tdim. Agar sen haqiqiy ahvolni oshkorlab, qizim Yulduzga bir ish bo'lib qoladi ekan, men buningga hargiz mundaqli qarab turmayman. Shunga mavi changabash qapoqqanlarni obdan ishlat. Tushundingmi? Mana uyga kirib qizimizdan kechirim so'ra. Qarab turish. Her ishning bir kuni mush qilganlaring uchun ig'ir badal to'lashsan. Men uningdan kechirim so'ramayman. Uningga deb qo'y. Bu yer uning uyi emas. O'zining uyiga chiqib ketsin. Uni ko'ra ko'zim yo'q. Sardar ikki qo'lini bir-biriga almashtirib, yengiga sog'ash shundoq dedi. Nurxon Sardarning pastgo'yga tushganini ko'rib, ustiga artib olgan yepinchisini badaniga chang yo'giginicha uyga kirib ketdi. Sardarga shuncha yaxshi fursat kelgan turib, nemishqa og'zidan haqiqiy ahvolni chiqarmaydigandi. Ajiba Sardar bu Nurxon degan hazazul ayoldan shuncha qo'rqamdigandi. Yoki bu Sardar Nurxonning o'z eri emas, balki o'gay erimidi? Nima degan go'shboshliq bu? Nima degan nomussizlik ha? Nurxon uyga kirib ketib, Yulduzni uyiga chiqib ketishini dedi. İhbar ikki tizig'i beshini qo'yib, to'xtamay yig'lab o'tadi. Nurxon İhbarga qarab bir nechani g'udirib o'tgandan keyin yerdali putini uzun suzib yetib, İhbarni put qo'llarini tutishga buyurib qo'yib, ko'ziga ikki tal tarxamakni chaplab, jeni chiqmay qolgan kalidakli pushildab yotadi. İhbar ko'z yoshlarini surtib o'tib, Nurxonning buyrug'ini bajo keltirdi. Shundoq qilib, buruqtirumliq ichida o'tgan bir oqshomma oxirlashib, tongmi otdi. Arslan oqshom Mavludning telefonini topshirib olgandan keyin İhbarning o'zi bilan birga bir shirkatda ishlaydiganidan xush bo'lib, bir kecha ko'ziga uyqu kelmay, to'limi mushkul holda tong otqizgan edi. U sahar turib munchiga tushdi. Orqadan qor-ko'k kostyum burulkisiga dazmol solib, qat turib kaydi. Yüzü ve eneklerge ösüp qalğan köküş sakallarını tig'di pakize elib, yüzüge nemlik saqlash maylarini sürtüp etip, aynakka qarab, heli bir qo'lini yanchuqiga salsa, heli ikki qo'lini selib, heli qapiqini turib og'zini o'mchaysa, heli o'zining qilib yurgan qiliqlariga qarab kulib tashladi. Bugun o boshqachalar qamlashgan bo'lib ketgan bo'lib, qirlab kiygan kostyum uning bastilik kiygan egiz bo'y turqiga qo'ymi yarashgan edi. U atirlari orasidan so'g'uq, intayin yengil, odamga yiqishliq tuyg'u beradigan atirdan birini tanlab chashdi. Arslanning bugungi bu turqini, shundaqla uningdan tayyorlayotgan atirning xushhidini purapli qolgan qizlar bo'lsa, orqaga o'rilib, uningga qarab sho'lgiyini eqitishgan bo'ladi. Lekin u mashinasini haydab, qizlarning o'ziga qarshig'imi fursat bermasdan, Udul Mavludning dachisi oldiga kelib, mashinada İhbarni saqlab o'ltiradi. Xeyli uzun saqlasimi, İhbar chiqmagandan keyin Arslan otxona tarafga o'tib, İhbar turayotgan uyning eshigini chekdi. Eshikni Nurxon ochgan bo'lib, Arslanning nemishi borligini so'radi. Arslan o'zining İhbarni shirkatga olib berish uchun kelganligini deganda, Nurxon "İhbar bugun hech yerga bormaydi.
Hem u yerdimi ishlamaydi deb ishikni yepib etmoqchi bo'lib edi. İpar yataq uydan yugurib chiqib Nurxonga yalvordi. Canım ana, ötünüp qalay meni mangıl qo'yg'in. Oxir arzuyimdagidek xizmatga erishgan chig'imda mening bu arzuyimni bozma berbat qilmag'in. Sendan ötünüp qalay ana. Buningdan keyin sen nima desang men shuni qilishga va'da beray. Ma'qulmi ana? Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. To'la tishimni qiyirishtirmay kir. To'xtasizlar. Bu degan Mavlud apandining buyruqi. Sizlarning xohlagancha iparni tutib qoldiganga hech qanday salohiyatlari yo'q. Ham yana kelib, ipar alliburun quramiga yetib bo'lgan cho'pchonlik qiz. Sizlar iparni majburiy uyda tutib qolman deydikanlar. Men hozirla soqchiga sizlarni quramiga yetib bo'lgan bir qizni xizmat qilishdan, o'qishdan cheklab uyga majburiy sulib oldi deb arz qilaman. Agar qonundan qo'rqmasizlar, iparni xohlagancha uyga bekindirib qo'yishlari bo'laverdi. Amsi men 110 ga telefon qildim, ha? Nurxon Arslanning soqchiga ma'lum qilaman deganini anglab, qo'rqqanidan bir qo'li bilan og'zini kapli qilib tutdi va iparning dumbisidan ittirib, "Manga yo'qol, nega borsang bor" deb uydan chiqarib etib, eshikni yepib etdi. Nurxon eshikni yepib etgandan keyin Arslan iparga qarab, yiqimliq kulimsirab qo'ydi. U ikkisi shirkatga berishdan burun Arslan iparni savdo saroyiga olib keldi va iparga xizmat kiyimidan birini uning onumig'iniga onumay setib oldi. Arqadan Mavlud deyishib qo'ygan maktabga berib, iparni tizimga oldirdi. Ular tushgacha aran bekor bo'lgan edi. Tushlik tomoq yeb bo'lgandan keyin shirkatga bordi. Arslan iparga shirkatni birar qur tunishtirib o'tgandan keyin uni Mavludning ishxonasiga boshlab kirib, Mavludning topshirgan ishlarining hammani qilib bo'lganligini, ipar maktabga bugundan boshlab borsimi yoki ertadan boshlab borsimi bo'ladiganligini, shundaqla shirkatga ishga tushishning tayyorligining asosiy jihatdan tutib qolganligini dedi. Ipar Mavludning qilgan yaxshiligi uchun xushalligida o'zini tutib ololmay, uning oldiga kelib, xushallik yoshlarini yo'shiramay, yig'lamsirab qana shundaq dedi. "Menga qilgan yaxshiligingizni bu umrimda qaytarib bo'lmasligim mumkin. Hozircha faqat sizga quruq rahmat ayta olmayman. Qog'inni shirkatda yaxshi ishlab, maktabda yaxshi o'qib, natijam orqali sizga rahmatimni bildiray. Odam ba'zida eng yaqin urug' tuqqan do'st birodarlari tarafidan emas, balki o'zi o'ylab baxmagan odamlar tarafidan yaxshi ko'rilib, shularning sungan mehrli qo'llarini tutishga noil bo'ladi ekan. Men burun sizni yulduzning dadasi deb hurmatlaydim. Bugungi ishdan keyin sizga bo'lgan hurmatim texim oshdi. Siz va Arslan bilan tanishishim bu hayotimdagi menga qilingan eng chong katta sovg'atdan biri bo'ldi. Sizga yana bir qatim rahmat aytaman Mavlud apandi. Ay. Yana Mavlud apandi deysiz-ku. Men sizga nima degan? Unutib qoldingizmi? Xafa qolaman juma. Mavlud iparni erkeltib kulib ketdi. Arslan Mavlud bilan iparning kulki chaqchaq bilan paranglashib, mijozining chiqishib qolganligini ko'rib, ipar uchun xush bo'ldi. U Mavlud bilan iparga birla vaqtda qarab, ko'zini qayta birini o'g'lib etdi. Chunki iparning chiroyi Mavludga ancha-muncha o'xshab turadi. Uning kallasiga chaqmoq tezligida bir xiyol kechishi bilan beshini chayqib etib, bundaq bo'lishi qandaqmi mumkin bo'lsin deginicha iparni chaqirib xizmat qiladigan o'rinni ko'rsatib qo'yish uchun mandi. Arslan ko'nglida Yultuzni Mavludning qizi deb o'ylagan bo'lsa-mu, biroq yana bir tarafdan Yultuzdan gumonlanishga boshladi. Chunki u Komilboyni ipar ishlayotgan oshxonaning oldida ko'rgan. Shundaqla iparning chiroy, taqturqimi Mavludning kutubxonasiga qo'yilgan, Mavludaning yosh vaqtiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. U bu ishni cho'qim aniqlab chiqaman deb bel bog'ladi. Ipar shirkatga kelib, o'rinlashayotgan shu daqiqada Yultuz do'sti Nafisani izlab mahallasiga bordi. Nafisa Yultuzga "Sen bilan ko'rishkim yo'q" degan bo'lsa-mu, biroq Yultuz "Seni sevgandim. Seni dağlıq bir çayxonaga opirib, mehmon qilib ko'nglingni elib olay" deb Nafisani zo'rmi zo'r g'aribchi çayxonaga elib keldi.
u Nafisaning og'zini ko'chilab, o'ziga foydasi tegadigan biror ishning bor yo'qligini bilish uchun uningdan ayanchilabli so'radi. Ay qizim, chechimizni yozib kelamdiq. Ha? Menda chash go'zallashtirish salonining a'zolik kartasi bor. Chechingni bo'yitib qo'yay-a? Qarg'ana bu qor cheching beklimmatdi. Hozir bundaq chashlarchi modadan qoldi. Hozirchi mana mening chechimdagi seriq rang vahshiy moda. Qandaq? Rasma. Lekin sana chiqim qildirsam qandaq bo'ladi? Bo'ldilar. Magazindan 5 qo'yliq bo'yaqdan birini akirib o'zimni bo'yib olay. Menchu yanala bo'yimay jumu. Hammamni bilsan, u qiyri pur ko'tak chechimni bo'yig'inimni ko'rsa, chechimdan tutqancha opirib, beshimni mashq qilib etishdi yanmaydi. Men sendek erkin bo'lsam-chu kashki. Mening sana o'xshash, meni qo'g'dab, himoyasiga oladigan ota-onam bo'lgan bo'lsa, yoki boy erdan birarsi uchrab, uningga mokkada tegib olgan bo'lsam, men sana o'xshash hech nimadan g'am qilmay, g'amsiz yashasam, nima degan yaxshi bo'ladi-ya? Lekin hammasi quruq ham xiyol. Faqat mening ahmas xiyoliy tushum xolos. Yulduz Nafisaning xiyollarini anglagandan keyin o'zining Nafisani bu yerga akilib intayin to'g'ri qilganligini o'yladi va o'zining Nafisaga qildirmoqchi bo'lgan ishining naq mushu gapning ustida oqadiganligini o'ylab, fursatni qo'ldan bermay, darhol eg'iz ochdi. Oya jinim, kim uni ahmas xiyol deydi? Aqdi jinim, aqdi. Aqmischi Ili daryosining suyida aqtirmiz. Hay, Nafisa. Oq otliq shahzodan oldingda tursa, mavi ishki to'shib ko'rmadimi? Qaysi shahzoda ekan u? Oq otliq, ko'k otliq deb kimni demoqchisan? U chiqdigina bir. Voyjon, to'liq xubsalik qilmag'ina. Iliq Elshadchi? Elshadni da'vataman. Nazila Jadigarning erichi. Chiqinglarning mashinalarga chiqib, ayrim oylinib, sang sovg'at berganlarni meni bilmaydi deb qoldingmi? Menchu hammani bilaman, jinim. Nafisa Yulduzning gaplarini anglab, bu ishlarni u nadin bilgandi. Ajiba Elshad deb bergan o'xshamamdi deganlarni o'ylab ulgurdi. Va Yulduzdan "Sana buni kim dedi?" deb so'raganda, Yulduz xuddi Nafisaning ichiga kirib, xiyolini bilib olgandekla Elshad deb javob berdi. Nafisaning yuziga ozroq xijillik kulgisi yugurib, orqadan o'zini o'xshab oldi. Voyay, neredeki sarangda gaplarni qilmag'ina. U odam degan turmushlik bo'lib bo'lgan odam. Ya'ni kelib mening yashimda qizidan birsimi bor ekan. U faqat meni sening uyingdan bizning mahallagacha akab qo'ygan. Ondan tonishish sovg'isi deb bir korobkada shokolad berdi shu. Boshqa hech qanday munosabatimiz yo'q. Garchi ikkimiz telefon nomerlarimizni yozishib olgan bo'lsak-mu, biroq shu kundan keyin aloqa qilib baxmadik. U menga telefon qilib baxmadi. Menmi shu. Mundaqda sen bilmaydigan ishlar jiq jinim. Sen bek sodda ham bek dut. Shunga undaq ishlarni tushunmaysan. Ocha turmushlik bo'lgan bo'lsa-mu, biroq xotini jodugar bilan ikkisining munosabati faqatli yaxshi emas. Sen bilmaysan-ku deyman. Ocha Nazilxonga mening bu uyni tutqim yo'q, sendan ajrashaman. Mening ko'nglimda boshqa biri bor. Ocha sendan mingasi yaxshi dedi demaysan. U gaplarni ajiba kim uchun degandi? Albatta sen uchun, jinim do'stim. Yana bir gap bor texi. Bir kuni kechda usab ketib suv ichay deb tuvanki qavatga tushsam, birsi boshi qo'ng'ildigandek bir nimalarni degil turibdi. Kimdo deb putimni uchirib dasab mehmonxonaga chiqsam, kresloda Elshad uxlab yotibdi. Yaqin kelib anglasam, nima deydi demamsan? Nafisa, men sizni so'yiman deb jo'ylab yotibdi emasmi? Uni o'yg'itib, "Qaysi Nafisa u?" deb so'rasam, "Sizning do'stingiz Nafisani yaxshi ko'raman, lekin sizga deganimni hech kimga demoqchimi? Xotinimdan ajrashib do'stingizni xotinlikqa olaman" deydi. Shuncha sen nazlanib o'ltiravermay, u izdimsa sen izda. Hay, bo'lmaschi, biz bunda qilaylik. Atda mening tug'ilgan kunim. Dadam cho'qim menga dachada esil ziyofat o'rlashtirdi. Seni bir taklif qilaman. Yig'ilishqa tirsa deya sinib kel-a. Shu vaqtda Elshadning senga ko'ngli bormi yo'q, o'z ko'zing bilan ko'rib baq. Qandaq? Nafisa Yulduzning degan ajoyib g'aroyib gaplarini anglab, rasma deganicha uning kallasig'imi xiyol kirishga boshladi.
Ular paranglashib o'tirgan shu daqiqada ipar bilan Arslanga bu tamoqxonadan boshqa yer topilmagandek, ularmi mush yerga kirgan edi. Ikkisining qo'l tutishib kirganini ko'rgan Nafisa Yulduzga ipar hajab kelishgan yigit bilan yuribdi deb, Yulduzga ularni ko'rsatib, bo'ynini etib ishora qilib qo'ydi. Yana shu ishbar. Hajab, ush bo'ldi musha ishbar degan ismga. Oshmaganga mush beradigan rasvo qanjiq. Numus qilmay men yaxshi ko'rgan odamning qo'lini tutibdi. Men sening bu xiyollaringga xotim berib, Arslonni sendan qandoq tortib olaman-ki, qani qarab tur.